Yangiyer shahar hokimi Otabek Nosirov tomonidan shahar sport maktabining faoliyati, amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlari o'rganilib, majmuada erishilgan ko'rsatkichlar atroflicha tahlil qilindi. Xususan, sport kompleksida yaratilgan imkoniyatlar yetarli bo'lishiga qaramasdan, sportchilar tomonidan ko'rsatilayotgan natijalar va qo'lga kiritilayotgan yutuqlar qoniqarli emasligi ta'kidlandi. Maktab rahbarining faoliyati qoniqarsiz deb baholanib, masala tanqidiy muhokama qilindi. Barcha sharoitlar yaratilgan, ish haqi, sport zallar, jihozlar, hattoki sportchilarni xalqaro musobaqaga olib kelish bilan mablag' ham ajratib berilgan bo'lishiga qaramasdan, lekin natija va ishimizda mazmun yo'qligi ayon bo'ldi. 1195 ta boladan atigi bir nafar xalqaro sport musobaqalarida g'olib bo'lgan. Yoki 1195 nafar sportda shug'ullangan bolalardan atigi 53 nafari respublikada natija ko'rsatgan. Bu 4,4% tashkil qiladi. Umumiy sportda shug'ullanuvchi sportchilar o'rtasida. Aniqlangan kamchiliklar va mavjud muammolar yuzasidan sport maktabi direktori Jahongir O'rinboyevga har oy kesimida ish rejasi ishlab chiqish hamda mazkur rejani shahar kengashi sessiyasida muhokama qilish vazifasi yuklatildi.